Bugun Toshkent Gumanitar fanlar universitetida 3-bosqich sirtqi yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalarning sport yo'nalishi va milliy harakatlar o'yinlari darsligi qizg'in tarzda davom etmoqda. Ustoz va murabbiylarimiz bizga kerakli ko'rsatmalarni, kelgusida yetuk sportsmenlarimiz O'zbekistonimizni bayrog'ini yuksaklarga ko'taradigan, o'zimizdan iz qoldiradigan talabalarni dars berish maqsadida bizlarga bilim berishmoqda. Hozirgi paytda erkaklarimiz, ayollarimiz o'rtasida musobaqalar uyushtirildi. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli opa-singillarimiz, ustozlar. Sizlarni kelayotgan 8-mart xotin-qizlar bayrami bilan 3-sport guruhi nomidan tabriklayman. Eng yaxshi tilaklarimiz sizlarga guruh nomida va arzimagan sovg'alarimiz bor.